Telefon va boshqa qurilmalardagi otishma o'yinlarini o'ynash shariatda harom sanaladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Albatta, mana shunday telefon yoki boshqa qurilmalardagi foydasiz o'yinlarni ulamolarimiz aslo bir ma'qullamaydilar. Bu aslo taqiqlangan, qattiq taqiqlangan narsalardan bu. Chunki bu yuqorida savolda berilayotgan narsa, bu o'yinlarni o'ynagan bilan odamni na dunyosiga, na oxiratiga aslo buni foydasi yo'qda. Behuda vaqt ketadi, vaqt isrof bo'ladi bu yerda. Masalan, ba'zan yoshlarni ko'ramiz, yoshlar mana shunday narsalar bilan vaqtini isrof qilib o'tirgan bo'ladi. Ayni o'zi ularni zehni yaxshi, fahmi zo'r, ayni ilm, ma'rifat bilan mashg'ul bo'ladigan paytda shu mana shunday hech qanday foydasi yo'q o'yinlar bilan mashg'ul bo'lishligi bu juda ham achinarli holat. Ba'zan yosh kattalarni ko'rib ham bir odam achinadi. Endi yoshlar-ku yosh desangiz, yosh kattalar ham masalan bu narsalarni o'ynashlari nihoyatda noto'g'ri narsa-da. Chunki hadislarda keladi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi degan mazmunda hadis bor. Ya'ni kishini islomini go'zalligi u befoyda narsalarni tark qilishligi bilan ma'lum bo'ladi dedilar. Ya'ni biz qanaqa musulmonmiz? Biz haqiqiy hadisda maqtalgan eng yaxshi musulmon bo'lishligimiz uchun qilayotgan ishimizga qarab turib bizga baho berilar ekanda. Agar qilayotgan ishimiz dunyo yoki oxiratga foydasi bor, nafi bor, boshqalarga foydasi bor ish bo'ladigan bo'lsa, demak biz yaxshi musulmonmiz. Agar Alloh saqlasin, mana shunday savolda so'ralganda behuda narsalar bilan vaqtimiz o'tayotgan bo'lsa, unda Alloh saqlasin bu vaqtning isrofi bo'ladi. Bunga alohida javobgarliklar bor, gunohkor bo'lishlar bor. Alloh biz vaqtlarning qadriga yetishni hammamizga o'zi nasib qilsin. Vallohu a'lam bis-savob.